Homiladorlik va tug'ruq nafaqalarini tayinlash hamda to'lash tartibi bo'yicha fuqarolar murojaatlari bilan ishlash davom etmoqda. Aytish kerakki, bu borada joriy yilning 1-yanvaridan yangi tartib ham joriy etilgandi. Navoiyda homiladorlik va tug'ruq nafaqasi bilan bog'liq masala ko'rib chiqilib, fuqaroning huquqlari tiklandi. Bugungi kunda ishlovchi ayollarimiz o'rtasida homiladorlik va tug'ruq pullarini olish bilan bog'liq savollar ko'payib qoldi. Ba'zi tashkilotlar yangi qonunlarni ro'kach qilib, dekret pullarining yangi yilga o'tgan qismini to'lashdan qochayotgan holatlar ham uchrayapti. Konimexlik Gulhayo Qodirova mazkur masalada adliya bo'limiga murojaat qildi. U tumandagi maktabgacha ta'lim tashkilotida ishlab, 2025-yilning sentyabr oyida homiladorlik va tug'ruq ta'tiliga chiqqan edi. Va o'sha tug'ruq jarayonida kesir va kesish orqali amalga oshirildi va 5-yanvarda u homiladorlik va tug'ish ta'tili tugab, yana qo'shimcha ta'til berilgandi. O'sha ta'til summasi meni kartamga kelib tushmadi. Shu sabab orqali men yuridik markazga murojaat qildim va yuridik markaz arizamni qabul qilishdi. Qabul qilib 15 kun ish kunida o'rganib chiqib, pulimni tushirib berdi. Bu pul menga juda ham zarur edi. Yuridik markazga, adliya bo'limi boshliqlariga rahmatimni aytaman. Ma'lumki, Davlat ijtimoiy sug'urta to'g'risidagi qonun hamda hukumatning 796-son qaroriga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab homiladorlik va tug'ish nafaqalarini mutlaqo yangi tizim Ijtimoiy himoya milliy agentligi tasarrufidagi Davlat ijtimoiy sug'urtasi jamg'armasi tomonidan to'lanishi rasman tartibga solindi. Ya'ni endi ish beruvchi emas, balki ushbu maxsus jamg'arma pul to'laydi. Ammo bu qoida faqat 2026-yilning 1-yanvaridan keyin dekretga chiqqan ayollarimizga tatbiq etiladi. 2025-yilda homiladorlik va tug'ruq ta'tiliga chiqib, ta'til davrining bir qismi yangi yilga o'tgan bo'lsa ham, bunday ayollarning pullari avvalgi tartib, ya'ni hukumatning 314-son qaroriga asosan ish beruvchi tomonidan to'lab berilishi shart. Bugun Navoiy viloyatida Gulhayo singari fuqarolarning mazkur yo'nalishdagi masalasi adliya aralashuvi bilan ijobiy hal etib berilmoqda.